disco dancing. Nima mashina urdi meni? Matiz. Ha, o'l, kambag'al. Ye, Prado bo'lsa 3 oydan kam yotish yo'q. Qon yo'qotyapmi? Bo'pti, yozuvchi shart emas, nima xohlaysiz? Qo'shiqchisiz tanidim. Bugun ammam to'yi bor, o'sha o'tqizib bering. خدك الشيرين لما الشكري Sevinch Ismoilning pulini kartasiga tashlab yubordim. İşte, ursa qo'shiqchi ursin ekandi. To'y ham tugadi. Voy, qarang, bugun tasodif bilan xolam ham tug'ilgan kunlar ekan, ketdi o'shatga. Zo'r qo'shiq chopibsan-ku. Lekin tug'ilgan kunim dekabrda edi-ku, jiyan. Voy, dekabrda vaqt yo'q. Buni o'z menga zo'rg'a ko'ndirdim. Bo'ldi. Tug'ilgan kun to'ylarga berganingiz bilan boyib qolmayman men. Ha, men nima qilay? Shu bitta kichkinagina bizneschamiz bordi. Balki siz reklama qilib bersangiz yurib ketarmidi? Mayli, kichkina biznes bo'lsa, yuring. Orqamdagi qurilish tartiga 2000 ta xonadan sotilayotgan ekan. Bir kichkina biznes ekan. Reklama pulini kimga berish bo'yicha adminsda. Bash kerak, o'xshaysiz ko'proq. Hazil. 25-da pochchamni to'yi, 26-da qaynisi. Bo'ldi, yozsangiz yozing, chizsangiz chizing. Ketdimmi? Bo'pti, to'xting, bitta dona iltimosim bor, shuni qiling bo'ldi. Xo'sh, nima? Mana shu jiyanimni qo'shiqchi qilish kerak. Qani ovozini eshitaylikchi? Bu tug'ma-so'qov gapira olmaydi. Siz jinnimisiz? Qanaqa qo'shiqchi bo'ladi soqov bo'lsa? Gapira olganda o'zim ham qo'shiqchi qilardim. Tomingiz ketib qolganmi? Metom ketadi, qo'shiqchi qilingman bilmayman, bo'g'is yozaman. Yoz tashing. Yozaman ham. Yonib yotibdi mashina, yonib. Bilakam yotish yo'q. Qo'y yo'qotmoqmi? Rahmat deb. Spalyam sig'ligini. Nodiman, Matiz. Dekabrda ekan. Edi-ku, jiyan. Birda og'ir seschi o'z mingda Amma. Og'ir seschi nima? Voy, buni voy, sevinch nima? Tug'ilgan kun mana berganingiz bilan men boyib qolmayman nima? Men kechiring. Qarayman, ssenariyda Sevinch opa cho'zib gapirdi, shuni qisqaroq qila olaymi? Bloger reklama, bloger emas, deysiz. Bash kerak, o'xshaysiz ko'proq. Hazil. 25-da qaynajammi? Dedi qayna. Yozaman ham. O'rta! Seni rosa sog'indim. Men ham sog'indim, yur birga o'tiramiz. Qora ko'ylagingni berib tur, o'tirishga borib keling. Rosa sog'inibsan, meni yur berib beraman. O'rtog'im, men yana keldim. Qanday yaxshi, bugun qolasan a? Ha, faqat jinsovkani berib turasanmi? O'zimnikini yozishga noqulaydi. Ha, mayli. Aniq yotishga shu kiyim qulaymi? Men ko'chaga kiyardim-da buni. Ha. Ha, mayli, unda yur, mazza qilib oshxonada ovqat qilib birga yeymiz-a? Ha, ana qizlar gapga bormayman, kiyimim yo'q edi, hozir do'kondan olib oldi. Yana kiyim uchun keldingmi? Ha, o'sha bezlashib ketibsan, yur, olib beraman. Shahboz aka, qarang, shkafimdagi kiyimlar uchrashuvimizdagi qaysi biriniki? Shkafam общий bo'lib ketdi. O'rtoq, chalariga kiyim qarayotgandim-da. Radomdan jiyanimni olib chiqyotgandik-da, kiyim tanlash bor nimaki? O'zi kiyim shu do'konlardan tanlanishi kerak-da, meni shkafimdan emas. Zebo. Bemalol xohlagan kiyimingni kiyib ketur, bu shkaf ikkalamizniki-ku. Kupanlik topolmayapman-ku. Aziza, kupanlik silishkim shaxsiy narsaga, yeniga ham to'g'ri kelmaydi. Qimmat-da. Yo'q, qimmat emas. Kupanliklar do'koni bor-ku, men o'sha yerdan olaman. Yursang ham ko'rsating. Ha, bo'pti, olib borchi. Mana kupanliklardan kelib olsang bo'ladi. Shahar bo'ylab 3 ta filial bor. Bittasi Yunusobodda, bittasi Bekbarakada. Mana faqat ikkita yangi filial ochildi. Yur. Bu yerdan juda ham ko'p narsa topa olasan. Kupanliklarning o'zini 500 xildan oshiq modeli, aksessuarlar, shlyapalar, ochkilar, balonlar, tapchkalar bor. Shlyapalarni qaragin, hozir aksiyada 100 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor. Mana bunaqa akoshuslar hamma yoqda ham yo'q. Bu yerda assortiment juda ham keng, ham juda ham arzon narxda ola olasan. Detskiy kupanliklar ham bor, o'g'il bolalarga ham, qizlarga ham, undan tashqari murskoy kupanliklar ham bor. Qaragin, donaga ham, optimga ham sotishadi. Mana mashdan kelib olsang bo'ladi. Mash brasetin berib turgan ertaga uchrashuvim bor edi-da. Yo, sen u bu narsang bormi bu hayotda o'zi yo'qmi?